Hurmatli obunachilarimiz, ilon baliq ishqibozlari, mana ilon baliqlarimizni hozir naqd 100 kilo bor, olaman deganlarga yarim kilodan 1 kilo 200 grammgacha eng kattasi. 3-4 kun oldin odam ko'payib ketib qolib, ko'pchiligi baliq yetmay qoldi. O'shanga agar kimda kerak bo'lsa, telefon nomer kanalimda bor, 90-177 33 36. Ismim Mirhosil. Bemalol telefon qilib, kerak bo'lsa kattaroq ob'yomga ham zakaz olamiz. Faqat shu 1-2 kun oldin tayyorlab aytib qo'ysanglar, Xudo xolisa qo'ldan kelgancha yetkazib berishga harakat qilamiz. Foydasi ancha yaxshi. Buni basseynda bemalol ko'paytirsa ham bo'laveradi. Lichinkalarini, bollarini olsa bo'ladi. Bolalarga ham o'zi qo'riqlab, atrofida olib qarab yuradi bolalarga ham. Yaxshi taraflari, afzalliklari shunda. Nima bahslarimiz o'rtasi, yamali joylari hammasi mana shu yerga yig'ilib olgan hozir. Baliqlarning o'zini tutishi yaxshi, ishtahasi ham yaxshi bo'lib turibdi. Mayda baliqchalardan yeb turishibdi, go'da qorni ochganda. Naryoqda mayda karaschalardan. Boqish ham oson buni. Mayda baliqlardan tashlab qo'ysa, qorni ochganda o'zi yeb yurishadi yoki tovuqni jigarlari, nimaiki go'sht отходlari bo'lsa, o'shalar bilan svejisi bilan faqat oziqlanaveradi. Manzilimiz Toshkent Uchqahramon posti atrofida.